Barchaga assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Artem Motors kompaniyasi Janubiy Koreyadan sizlarga bugun E-Class Mercedes-Benz E200 ko'cha tilida aytganda Yeshka deb qo'yamiz. Ushbu avtomobilni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Agar kimgadir shunaqa avtomobillar kerak bo'lsa, doim aytadigan gaplarimiz bizga Artem Motors kompaniyasiga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Janubiy Koreyadan sizlarga juda ham qulay bo'lgan narxlarda ushbu avtomobillarni yetkazib berish imkoniyatiga egamiz. Hammasi qonuniy, hammasi halol, xudo xohlasa. Qani endi mashinani ko'rib ketamiz. Tashqi qismi demak oqqa, ichki salonimiz ham oq. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Ambient lighting system deydi, juda ham go'zal bo'lgan chiroqlar bor va bu chiroqlar bilan hamohanglikda sizga kechqurun yulduzni tomosha qilib ketish uchun panoramik sunroof. Oldi sidinlarda abduf abagrev deydi, ya'ni isitish, sovutish tizimlari mavjud. Head-up display, cruise control, juda ham katta bo'lgan monitor va bu yerda mana informatsion displeyi, mana rulimiz, stakanchiklar, 360 kamera. Mana bu yerga yaxshi maza qilaman qo'lda. Xo'p, orqa tarafda esa faqatgina isitish tizimi mavjud. O'rindiqlari sovimaydi. Juda ham go'zal bo'lgan avtomobil va ajoyib bo'lgan 19 diskalada. O'zingizlar diskalarga bitta baho berib qo'yasizlar. Bu mashina haqida juda ham ko'p gapirishni kerak yo'q. Mercedes haydaydiganlar o'zlari juda ham yaxshi biladi qanaqa emotsiya berishini bu mashinani. Hammaga shunaqa mashinalar haydab yurish nasib qilsin. Videoga albatta like bosib izohlarda yaxshi niyat qilib keting. Umid qilamiz har bir shu videoni ko'rgan inson shunaqa avtomobillarda yuradi qachondir. Mana. Tezda mana sizlarga ko'rsatib o'tib ketdim. Chiroqlarning yonishini qaranglar. Hammaga nasib qilsin. Artem Motors kompaniyasi Janubiy Koreyadan Goda mana zaryadniklarigacha bor ekan. Bespravodnik zaryadnik ham bor, stakanchiklarni ko'rsatdim. Mana bularning barchasi do'stlar, bu qulayliklarning barchasi albatta siz bilan biz uchun yaratilgan. Faqatgina yaxshi niyat qilib, Xudodan so'rab, yaxshi ishlab, halol pul topib shunaqa avtomobillarni haydab yurish hammamizga nasib qilsin. Bu mashinaning narxi $55 ming Koreyada turgan bahosi. Bundan tashqari yo'l kira qo'shiladi. Bizga telefon raqamlariga bog'laninglar.